Atam çalğanın ruh tutar. Her bir kıydamışım kapılanın Gabravaptan fırsatar. Kendisi bazen tümün kaldırdım ulan koldurar. Bağırın hep suyunu mukamla didap atar. Hayatta mukandek yine Bizlerge imam, oyuncuki mukam Aytedin tarifligen onu amman sahan Kalbimde gülhan, üşmeydu ama Kadirleymiz biz onu yürekler ornigan Aytedin fırligan sen ve ben hemimiz Onun ıkanmigan, nakşıladı geyligen Eselden ölmeygen, illetlerin madilleri sensiz örkeşlenmeygen Kalbimden düşmeydu mukam avazi Mukam dayını koyadılar ammi Kalbimden düşmeydu mukam sadasi Mukam muavlatlanın ne bahari Kızgı teberrük Konuşke mukam güzel aileler Teberrük Kızgı teberrük Konuşke mukam güzel aileler Zamandım tuvalet makam geçilmen yıl mukam Makam terip leptillardı dastan mukam Zaman sensiz akmaz dolunu zerep Şamdan kayneme sen kalıkamın şaklı vururi Çerefşani baylar Parazlı hem baylı Dur cismanda toldan muhabbet Saniyetten sıkılmesem de sen tek zor icadiyet Kadirlere vata evet ki mukam varsları tutulmeydu Çünkü insan kümülüp yedodu mukam vuroyu kümülmeydu Örneydu müstehkem dur işte Gen abidimiz Geçti olgan mukamdı güzel kültürsüz tarihimiz Ve eyni bir kuşlar Zulman mukam kanıtımız Bahtımız dur amizimiz Cumuti dur hamidimiz Evlatlar kanmedi Evlattan da kanmedi Çaklan kız su birer mukam Kız bula dedi Evlatlar kanmedi Evlattan da kanmedi Mukamdek mükemmel kıybuk cihanda var Mukam şeref şanim Bayılırım serap şanim Mukam şeref şanim Bayılırım serap şanim Teberrük Kızgı teberrük Konuşke mukam güzel aileler Teberrük Kızgı teberrük Konuşke mukam güzel aileler Güzel aileler Güzel aileler
Sakine indakumlar. Kaşgarlı. Ayşe Kaşgarlı. Sonra Uygur Kaşgarlı. Ne haliniz yaxşı mı? Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Erkin söhbət paran asaslıq iki temam var bugün. Birisi şu Kanadadan xoş xəbər dedim. Yeni neçə günlük aldıda Kanadadan parlamentin şu Uygurlarını ki bir şəkil otqan külfətini Uygur genocide deb atığını bütün dünyada hazır birinci bulub Kanada bir dövlət Uygur genocide yani erki qırğınçılıq Uygurlarını ki bütünlüy şu milli qırğınçılıq bulub kitotqanlığını resmi itiraf qılğanlıq haqqında bu bir temam. Yana biri Indoneziyadan şum xabar dedim. Indoneziyadan qaytib vatanga qaytarib etilgan 4 Uygur haqida deb o'zimninki bir Uygur faoliyatchi bo'lish suhbatim bilan Indoneziya hukumatiningki 4 Uygurni Xitoyga qaytarib o'tganligiga qattiq noroziligimni bildirish hamda ko'pchilikni birlikda Twitterda hashtag faoliyatiga chaqiriq qilish maqsad qilingan bu asosli ikki tema. Oldi bilan Kanada to'g'riliq so'zlasam xo'sh xabar deymiya desam bu yomon ahvolniki o'zini xo'sh xabar deyishniki o'zi bir nima deymanda beshimizga shundoq kulfat kelyapti uni xo'sh xabar demaymiz lekin bir kuchlik bir davlatninki shuni Uyg'ur genocide deb ataganlikniki o'zi bizga nisbatan aytgan chog'da cho'ngish butun dunyodagi boshqa allarga bir yo'l ichib bergan birinchi bo'lib chiqqan ekan bora bir butun boshqa allarmu Uyg'ur genocide deb rasmiy atagan chog'da bizniki mustaqillikqa qadamimiz texmo shu bir qadamdan yiqillaydi deganlik. Shu hozir xabarniki o'zini hamda shu House of Commonsniki ichidagi shu butun sizlarga hammasini bir ko'r tarjima qilib o'qib beray dedim hamda. Ya hozir Google tarjimonligi bor bo'lganidan hammasini o'zinglar copy paste qilib qilolsanglarmi bo'ladi hamda men bir YouTube ishlayotgan odam bo'lgandan keyin hamda YouTuber bo'layotgandan keyin yana kelib faoliyatchi bo'lgandan keyin shunday muhim ishlar kelgan chog'da o'tirib chiqib o'zimniki bir ifodasini bildirib qo'yishniki o'zi o'zimniki bir burchi deb o'yladim. Andan keyin Indoneziyadan qaytarilgan 4 Uyg'urnikiga norozilikni ifodalashmi har bir Uyg'urniki burchi. Bu hozir bu maydonga chiqib yana bir qatim naq maydon qilib o'rinlashtirishim bir hisobda shu oldingi qatimliq videolarimda tilga olib o'tgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasidagi barliq partiya a'zolarini ekranda degan chog'da 500 deb e'lon qilgan 500 odamimiz bor deb hozir anglab baxsam mingdan shu Facebookda partiya a'zolariniki o'ziniki e'lon qilgan soni biz hozir mingdan ortiq odam deb ayrim uchur yo'llab 1500 odamniki hammasini siz undaq mengiz yo'lgan deysiz bu qanday bo'lgani bu tushuntirib qo'ying deb bir uchur qilganlarmi bor partiya a'zolarining ichidan men shu partiya a'zolariga sizlarni Twitterga chiqib amaliy ish qilamiz degandan keyin mana Indoneziyadan qaytarilgan 4 Uyg'urga noroziliklarni bildirib 1500 odam bo'lsanglar o'shaning ichida hech bo'lmagan bir 500 hashtagni shu Twitterga chiqarib ketmoqlar qani. Vatan uchun, xalq uchun xizmat qilamiz, vatan ozodligida kurash qilamiz deyotgan bo'lgandan keyin amaliy ish qilaylik deb oldingi videolarimda deb o'tdim. Partiya a'zolari emas, barliq Uyg'urlarni chiqib Twitterda o'zimizniki noroziligini bildirish hashtag faoliyatini G'ani Sabit akamizniki to'xtab turinglar men sizlarga aytib beray. Aslo hidoyatniki chiqargan 4 Uyg'urniki xabar bilan birlikda qo'shib ishlagan videosi. Ya'ni hozir shu hashtag qarab baxsak Indonesia Stop Deporting Uyghurs degan shu hashtagni ochsanglar top latest qarab boqaylik. Ankendin Aybekga Uyg'ur qarindishimiz Indonesia Stop Deporting Uyghurs deb hashtag boshlabdi. 1 soatniki oldida. Bunun oldida Tibetliklar bu kim bo'ldi? Ishqilib shu Indoneziyadagi 4 Uyg'urga oid xabar bo'lsa, shu hashtag bilan retweet qilib qo'ysanglar bo'ladi. To'shqizib yetaylik.
narazılığımızı bildiraylik, bo'z chiqib namoyish qilsak tehi yaxshi, shu Indoneziya elchixonasiga oldiga berib, Indonesia Stop Deporting Uyghurs degan mushundaq xat lozungini ko'tarib namoyish qilsak ham bo'ladi. Hozir qo'limizda telefon bor bo'lgandan keyin butun hammalarni hashtag faoliyatiga chaqiriq qilmoqchi. Bizniki qarindoshlarimiz mushundaq har yerda Türkiye'den yo'qolib ketib boradi, o'zinglar bilasizlar, hatto Turkiya parlamentining ichidami shunday gaplar bo'lindi. 50 ming Uyg'urni qaytarib beramiz degan gaplar parlamentniki o'zidan chiqdi, shunday gaplar bo'linibdi. Men anladim deganni shu Turkiyaniki siyosatchilarniki og'zidan angladik. Onun aldıdılam Saudiya Arabistondan qaytarilgan Uyg'urlarniki xabar chiqdi. Uningdan 2017-yillari Malayziyadan qaytarilgan 7 Uyg'ur to'g'riliq deb oldingi bir ayım bo'lmadi deyman, o videomda başka to'g'riliq so'zlagan har qaysi davlatlardan bo'lib musulmon davlatlardan setilib ketib boramiz shundaq. Uyg'urlar nimanda qimmat bog'liq biz. Davlat atlab yurib bizni setib ketib boradi. Shunlashqa sizlarni ko'pchilikning hashtag faoliyatiga chaqiriq qilmoqchi. Partiya a'zolari emas, barliq tashkilot a'zolari, barliq shu faoliyat qiladigan aktiv faoliyatchi bo'lamdi, passiv faoliyatchi bo'lamdi. Hammasi bir qatim shu Twitterga chiqib, shu hashtag faoliyatiga barmoqlarimizni boshqa bir narsaga ishlatmay, roziligingizni, noroziliginizni ifodalashingiz, mana ishlatsangiz mayli, amaliy ish qilamiz degan faoliyat kelgan chog'da, mana ishlarni bir barmoqlarimizni shu yerlarga shiltib qo'yaylik. 1500 odam bo'lsanglar, 1500 hashtagni to'shqizib ketmanglar qani. Odam to'plab, pulni to'shqizib yurmay. Adlikka o'tug'liq yana davomliq meningki aniq fikrimni va aniq shu paketliq suhbatlar, shu paketliq videolardan e'longan nima demoqchi? Ish qilib adlikka yana bir qatimliq shu Cumhuriyet Partiyasi to'g'riliq yana bir qatimliq nimamni videomni sunmoqchi, chunki birinchi qatim video chiqiblan kepimni yanamı tushunmagan qarindoshlarimiz ko'pkan. İnkaslardan ko'rib, kechiranglar, kulmanglar desanglar yana kulib ketganman. Adlikim balkim o'zimni tutolmay yana kulib ketishim mumkin. Ba'zi misollarni olib aytgan chog'da oldin ola deb qo'yay. Endi bu endiki YouTube'da video ishlash usulim shunday ekan. Har kimniki o'ziniki bir xil uslubi bo'ladi. Video ishlash usullari, nahmaydan taqtish usullari degandek. Bugungi so'zlamoqchi bo'lganlarim bu ichki temadan sirt atki programmamni, ya'ni ikki qatimliq Cumhuriyet Partiyasi to'g'riliq ishlagan ikkinchi qatimliq part 2 ikkinchi bo'lim videomni sunmoqchi. Birinchi qatim sungandan keyin partiya a'zolari to'xtab qoling degandek inkaslar kelgandi. Nemishga to'xtab qoling deganlarni o'qimadim. Partiyadan buyruq tushdimi ya? Partiyaning gapini qat'iy anglayman deb qasam qilib kirgan partiya bo'lgandan keyin insonlarniki ishi to'g'ri bo'lsin deb qilsizlar. Xalqniki so'z dishidan nimaga qo'rqsizlar? Temam chatdan ketib qoldi. Bo'ldi. Ikkala qatimliq videomniki e'lonni berib bo'ldim. Hashtag faoliyati Indonesia Stop Deporting Uyghurs. Hashtag faoliyatiga qatnashinglar. Anandan keyin Kanadadagi, ya'ni 21-islomman hech kunlik oldida Kanada parlamentining ichidan shu House of Commonsniki chiqargan statementning ichida shu tafsili uzun nima mazmunlar bor. Uni men bu yerda birdan tarjima qilib nimkomsam shu Google tarjimonlikqa copy paste qilib o'qib baxsanglar bo'ladi. Hamda ahamiyati deganda men oddiy tilliqlam qiliblam aytay, qolgan rasmiy mulohizlarni shu to'rdagi boshqa cho'ng siyosiy arboblarimizniki og'zidan olganlarni hammasini bir ko'rchiqim anglab baxsanglar bo'ladi. Endi men bu yerda o'zimniki oddiy tilliqlam ilib etsam, Uyg'ur genocide deb atalganligi o'zi Uyg'urlarningki bo'lib Kanadaga panohlik tilab kelgan Uyg'urlarningki ishlari texmo
hem azallaştı desem mi boludu, hem eliqi sotun ötüş nisbeti yuqori boldu deyishga boludu. Bundan ilgirki ba'zi case'larda, masalan, shu panohlik iltimos qilgandan keyin birinchi qatimliq panohlik iltimosi rad qilinib, ikki qatim sotdan o'tgan kishilarimiz bor. Hatto ikkili qatimda rad bo'linib, biraylarnikini anglagan, ikkili qatimda rad bo'linib, deport qilish qog'ozini Kanadadan chiqqan chog'da ana shu Dunyo Uyg'ur qurultayiniki siyosiy shu partiyalar bilan aloqa qilgan kishisi shu deportation to'xtatib qo'ygan. O qizning hikoyasini men bilaman. Bundan keyin Uyg'ur genocide deb rasmiy chiqqandan keyin unda rad bo'linib ketish degan ahvollar yo'q deyarlik bo'ladi deb o'ylayman. Nimishqa degan chog'da bir davlat o'zi bizningki beshimizga kelayotgan kulfatni o'zi genocide deb nim qilib bo'lib, amdilikda bu Kanadaga kelgan bu Uyg'ur panohlik tilaguvchilarningki nimsini iltimosini undaqay rad qilish nisbatan bo'ladi. Ilgari mayli sudda qanday so'zlagan bo'lsin, ba'zida xato so'zlab qo'ygan bo'lsin yoki bo'lmasa o'ziningki shu vatanga qaytgandan keyingi hayotiningki xavf ichida ekanligini yetarlik isbotlab berilmagan kishilarniki shundoq ikki qatim suddan o'tib, ikki qatim shundoq hearing court deymiz. Shu sud deymiz, shu suddan ikki qatim o'tilganligi shundoq ahvollar ilgari bo'lgan. Bundan keyin birsi shu rad qilinish nisbati tuvan bo'ldi yoki yo'q bo'ladi. Ya'ni birsi shu tezlashadi deb o'ylayman. Bu ilgari hatto esimda qilishcha men dastlabki o'quvchi bo'lib kelgan vaqtlarimda panohlik tilaguvchilarniki nimasi faqat 5 oydan sud echiladi. Undan keyin 10 oy o'zgardi, 20 oy, 22 oy degandek. Hozir qarab boqaylik, mana hozir qancha vaqtda chiqadigan bo'ldi. Virus deb texnomoniya bo'lib ketdi yaqin. CIC, GC.C, Kanada hukumat to'rbetining o'ziga ham kirib boqaylik. Kirgandan keyin sizlarga mushada hozir panohlik ishlariniki processing time da ham kirgizib boqay. Kanada hukumat to'rbetiga kirib, qandaqqa nim qilmoqchi deganni refugee status qarab boqay. Which refugee program deganga government assistant, private sponsored, protected person. Uchinchisiga kirdi. Kanadaga o'zi kelib, mishadan Kanadaning ichidan yoki bo'lsa chegaradan qolganlar. Private sponsorship refugee degan nima ilgari bir nimlarda so'zlagan private sponsor refugee ilgari 5 kishi nim bo'lish degan. Government assistant refugee degan ilgari Turkiyadagi tizimlashni mush yo'l bilan qilamiz degan. Private sponsorship refugee'niki buniki turlari programlar ayrim. Kanadaga o'zi student visa, work visa qatorliqlar bilan kelganni, anadan keyin kelib mushada panohlik tilaganni, protected person convention refugee deb olsak, processing time 25 oyga so'zlab bo'libdi hozir. Bu yerga keldingiz, panohlikqa iltimos qildingiz, shu 25 oygacha sizningki statusingiz 25 oy degandan bundan oz bo'lishi mumkin. Ta'limingiz bo'lsa bir necha oydan, uzun bo'lsa 1 yil, 2 yil, 25 oygacha sudingiz ochildi degan gap. İşte bir narsa Kanadaga bir narsalarni surishtirmoqchi bo'lsanglar, shu shaxslardan surishtirgandan sirt o'zinglar shu Kanadaningki hukumat to'rbetining ichiga kirib, CICGC.ca hukumat to'rbeti bo'ldi. Tilini talablama izlaydigan yerga kirgizadigan ismni kirgizadigan mazmunni yasanglar, hamma nimasi shada chiqadi. Aniq to'g'ri javob shu Kanada hukumat to'rbetini olasizlar degan gap. Asosliq temam shu ikki temamdi. Ortiq gap qilmay bo'ldi. Erkin suhbat so'rgan savollaringizga javob beray desam, hozir Mahmaydondan ko'rayotgan 11 aylan, 9 aylan. Salom yo'llagan qarindishimiz Sharif, Ali, yaxshimisiz? O'jan. Qashqardan kelgan anchalik to'g'ri yo'lmayman. Shunaqa bo'lsin, yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Bundan bo'lsa atigi programmamga diqqat qilgaysizlar. Keyin yana boshqa yana nurg'un planlarim bor. Ko'pchilikka foydali bo'lgan mazmunlarni sunmoqchi. Andan keyin bir yurish shu Uyg'ur youtuberlarga foydali bo'lgan mazmunlarda shu Uyg'urlarniki shu YouTube yo'llaydigan shu nimalarimiz, Creator Studio deb shu YouTube'niki o'ziniki Hello Insiders deb maxsus YouTube'da video yo'llayotganlar qarta ishlangan shundaq shu nimba shu videolar bor. Ashlarniki Uyg'urcha tarjimasini shu foydali mazmunlarni bir yurish deb 2 minutlik, 3 minutlik, 5 uzunroq bo'lsa 5 minutlik shunaqa har bir topikni ayrim qilib bir yurish Uyg'ur youtuberlarga foydali mazmunlarni sunmoqchi. Do'stlarniki foydalanishini shu Uyg'ur YouTube'chilarniki texmo taraqqiy qilishini, ekranlarga ko'plagan Uyg'urlarniki chiqishini, mayli qanday mazmunda bo'lsin, o'zingizniki bilimini boshqalar bilan o'rtoqlashishni tavsiya qilaman. Shu yo'lda o'zimniki bir kishilik kasbimni qo'shib qo'yg'ash va shu Uyg'ur YouTuberlar foydali mazmun bo'lgan shu bir yurish mazmunlarni yo'llamoqchi. Ko'pchilikniki Avon blog yandagi kichik qo'ng'iroqni ichib qo'yib yoki bo'lmasa qachon vaqt chiqqanlarda ko'rib baxsanglar bo'ladi. Undaq bo'lsa bugungi videom mushagachilik bo'lsin. Sofiya, yaxshimisiz? Xush keldingiz. Yaxshi qilib qo'ygash. Qaramlar bo'lsa, savollar bo'lsa, so'rangizlar. Bo'lmasa atigi programmamni ko'rishaylik. Kelarki bir videolarimniki birida Mardan G'afforninki uzun yozgan nimasi tugan bu. Shuni maxsus bir programma qilib ishlamoqchi. Qanday tutilganligi, shu kameraning ichidagi anaki mavu karantinaga qanday ayrim chiqqanligi degan maxsus programma qilib öğlenki işlerini yemisini, oylarını, köst turuş ornunu enik Google'dan izlep tepip çıkarken.
Ameliyat Uyghur işçileri bu malumum nakşilik, hamısını bütünley falan. Sözcü. Bu Kanada'daki Bayakı genocide'ninki haberini işleyen için adam şu vatandaki hikayesini koşup çıkarıp tutandı. Globe and Mail mau Parlament House of Commons'ninki xabarning kichiga mushuni qo'shib chiqargan ekan. Lekin undan boshqa 2018-yili muxbirlarniki bizning kiratimizga berib olganiki rasmlarini kirishtirib video ishlagan ekan. O'chirib turib bo'ldi. Bugun taxminan shu ikki tema ustida ozroq gap qilay deb plan 20 minut atrofida ham so'zlaydigan edim. Hozir 25-26 minut ekan. Qani gap qilmamlar deb qo'yib qolib ketdingizmi? Sofiya, yaxshimisiz? Hamma xush bo'ldim. Pat kirib turing, meniki boshqa mazmunlarım bor. Bundan keyin shu Uyg'ur xonim qizlar to'g'riliqni bir narsalarni ishlamoqchi. Aramizda bizning muzgumlarimiz xeli ko'p. Birdan shu o'zimizniki aramizdan chiqqan o'sha qaltis Uyg'ur xonim qizlarini tunishtiradigan bir yurish programmalarini ishlamoqchi. Yoshlarniki ish izlarini o'sha xabarlarga chiqqan butun xabarlarni yig'ib gap degandek shunday nimalarni qoldirib qo'ymoqchi. Uyg'ur xonim qizlari qaltis. Ba'zida erlarni qaltis deb qolaman, bular qilib oshlarni biz qila olamiz degandek. Ayollarning kuchini bo'sh chaqlag'il bo'lmaydi. Hatta Finlandiyadagi parlamentga 5 ayolniki 3 hatto 35 yoshdan tuvan bir davlatni 5 ayol boshqaradi degan gap. Xonim qizlarning kuchini bo'sh chaqlag'il bo'lmaydi. Jum. Qancha kuch ta'sir bo'lsa, to'rda vat ketadi ya. Buni atki suhbatimda so'zlay nahmaydan ko'proq inkaslarni qo'shib o'ylaganlarni yozsanglar bo'ladi. Ilmiy fikr almashtirsak tamoman bo'ladi. So'zni sanlasam, so'zlarni keyingi videolarimda shunday nahmaydanda ma'nodagi ma'zur ko'rsatib qo'yay. Bir linkni o'sha nahmaydanniki o'z tilanmavindagi yo'llab bersam, nahmaydanga qo'shiladiganlar o'ziniki o'ylaydigan fikrini shu demoqchi bo'lganlar yoki bo'lmasa savol so'ramoqchi bo'lganlar nahmaydanga qatnashaman desa, nahmaydandan bevos qatnashsanglar bo'ladi. Lekin sizlarga Twitterni qaytadan ochay. Twitter deganimni qo'llanishni yo'llab qo'yay. Abdug'ani hisobidagimiz bilan shu Arslan Hidoyat ikkisininki mazmunlarini hashtag bilan retweet qilsanglar demoqchi. Faoliyatga chaqirib qolmoqchi. Tungi maxsus shu to'g'risida shu live stream qilgan ekan, boshdan oxir anlagandim, unutdimmi? Meningki o'ylaganim, ya'ni partiya to'g'risida o'ylaganim bilan ba'zi o'xshashlik shunday fikrlarimiz bor ekan. Keyingi videolarımda ularni misol elib turib, shu partiya a'zolarining yoki misol partiyaga kirmoqchi bo'layotgan qarindoshlarningki ashlarni anglab, o'zlari o'ylab beqishini o'sha desam partiya a'zolari o'tiramay qolamdi, to'xtamay Facebook'larda bir narsa yozib. Inkaslarni yozinglar, YouTube'ga yozinglar, YouTube'ga.
Facebook'a yugurib ko'p qarab ketmayman. Facebook degan, oy. Ko'proq vaqtni Twitter'da o'tkazinglar. Bir narsani bilib boqay, anglab boqay, tushunib boqay desanglar, YouTube'da shunaqa chiq programmalar bor. Bu chatninki biz to'g'riliq qilayotgan programmalarni bakrak ko'rib beqinglar. Faqat bo'lmasa o'zimizniki Uyg'ur tilidagi fidoyilar ekranda maxsus shunaqaligi cho'nglarniki aytilgan so'zlari, suhbatlari bor, shularni anglab beqinglar. G'oyib paras savdo bo'lolmay amaliyatchil, amaliy faoliyat degandek ishlarni qilaylik. Bu kilarki mazmunda, kilarki videolarımda so'z aytgan mazmunlar. Hamsa bugungi videolarim shunchalik bo'lsin. So'z aytganlarim tugdi. Xo'sh hamsa. Sofiya azrim bor bo'lsin, xayr xo'sh. Mashallah, qo'shishadi hamsa.